Dildora kerak-ya. Mayli suvga chiqadimi? Chiqmaydi. Mana bitta qincha o'tirishimiz kerak. Suv emasmi? Uyda pechka yoqqanmiz. Uni ustiga suv bor. Men suv olib kel. To'xta. Men ukangni ham qo'shib ol. Menga qara. Quruq yemagin, men. Ana suv chiqayotgan ekan. Voy, o'chirt ekan. Hozir bu yerda ko'p qolib ketamiz. Qo'yvor, uyda как раз ish ko'p edi. Yo, to'g'ri shu bolacha ham ikkita bakalchani ko'tarib ketdi, qara. Surasi sekin kelyapti. Ketdik dargi mahallada olamiz. Kutaylik. Yo, yur ketdik. Bu anasi yaxshi kelayotgan ekan. Balki boshqa xabararmiz. O'zi ikki kishi ekan-ku. Ikki kishimi sizlar? Ha, ikki kishimi? Kechagina qishloqdagi qizlarning bari menga sirli. Tog'ora, muncha idishinglar ko'p. Xomim yoqyotuvdi. Endi to'chni ketamiz. Ha, qurib ketsin. Ha, bu yoqda 2 yildan beri suv chiqmayapti-yu, seni gapingga kirganman, ahmoq. Umid nima o'tmayapti? Har doim veligida shu yerda yurardi-yu. Hasan mashinik, o'sha Umidni ko'rish uchun qolib keldim meni. Hozir uyga suv olib kirmasam, oyim meni o'ldirarlar. Bo'pti, ko'p gapirma. Men yo'lini bilaman. Arodan olganimizni bilishmasmikin? Bilishingda. Qaysi ko'rib yuribsanlar? Suv olib keldik kerak mana. Suv yarmi qani? Yeri haqida to'kib keldim. Nima cho'p bilan urdilar? Anor aka. Ey, yomon yutganlari bor, shu o'zimniki bilan urmanglarmi? Sening qani? Oppa! Shildir shildir suvlar